Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida korrupsiya taraqqiyotga to'siq mavzusida seminar o'tkazildi. Unda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi nazorat bo'limi boshlig'i o'rinbosari, viloyat prokuraturasining agrar va oziq-ovqat sohasida qonunchilik ijrosini nazorat qilish bo'limi katta prokurori hamda viloyat sudi sudyalari ishtirok etdi. Seminarda korrupsiyaga qarshi kurashishda bugun barcha birdek mas'ul ekanligi ta'kidlanib, bu nafaqat moddiy ko'rinishda, balki ijtimoiy holatda ham uchrashi mumkinligi bildirildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ushbu illatga qarshi murosasiz kurash bo'yicha ham qator farmon va qarorlar chiqarilishi mamlakat iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'simliklar karantini va himoyasi faoliyatida ham korrupsiyaga qarshi kurashish, xodimlarning halol, mas'uliyatli va adolatli bo'lishlari yuzasidan doimiy ravishda targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Seminarda sudyalar tomonidan bu illatning salbiy oqibatlari hayotiy misollar bilan yoritildi hamda xodimlar orasida tamagirlik illatlariga befarqlikni oldini olish, halol va pok ishlash bo'yicha tushuntirishlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasida korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonda ham shu korrupsiyaga qarshi kurashning yangicha tizimi joriy qilindi. Shuningdek bilamizki, Prezidentimiz shu 2026-yilda shu korrupsiya qarshi kurashda alohida yil deb belgiladilar. Ushbu seminarda ham shu mavzusida so'z bordi. Korrupsiya qarshi kurashda ushbu sohada olib borish lozim bo'lgan masalalar va chora-tadbirlar belgilab olindi. Ushbu chora-tadbirlarga ko'ra kadrlar masalasi, shuningdek har bitta xodimni faqat qonunga binoan ish olib borilishi, halolligi va fuqarolar bilan shu munosabatda xolisligini ta'minlashi aytib o'tildi. Seminar davomida ma'ruzachilar har qanday sharoitda ham qonuniylikni ta'minlash, sodir etilgan jinoyat uchun jazo muqarrar ekanligini ta'kidlab o'tdi.